voy keldi Sardor aka. Hozir men aytayotgandim. Sardor kelmaydi deb yozyapti menga. Kelsinchi deb o'tirgandim. Sardor aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Eshitib o'tirgan ekanman. Hammasini eshitib o'tiribdimi shunda? Mushuk degandim, mushuk yubordi menga. Mushuk ko'rgim kelgandi. Rahmat. Rahmat. Çoğamatkan жоқпын. Yozmayapti, Sardor akam. Hammasi. Sardor aka keldi. 400 odam edik. 100 odam kiryapti, endi 500 bo'ldik. Hammasi kiryapti. Sardor aka yozmayapsiz-ku. Chiqib ketdimi? Bu bizim muhabbatimizmi? Deydi. Shokir aka, mushuk. Mushuk degandi, mushuk yubordi ana. 2 soatdan beri olmayapmiz shu mushukni. Nimaga yozmayapti? Yozdimi? Ko'rmadim menga lekin. Tashabdi-ku menga. Alisa, потише. Alisa, громкость 3. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Doktormisiz? Nimaga? Doktorlar so'raydi-ku, yaxshimisiz deb doktormisiz? Alaysan. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? O'zingiz qanaqasiz? Yaxshimisiz deb so'ray olmay qoldim o'sha. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qanaqa so'rayman endi? Doktor emasman. Qalaysiz deb so'rayman unda. Qalaysiz deb so'rasang, oltinman deyman. Qalaysiz? Oltinman. O'zingiz qalaysiz, yaxshimisiz? Oltinman. Oltinmisiz? Qachon uylanasan deb so'rang mendan. Qachon uylanasan, qachon yerga tegasan? Daholar tanho yashaydi. Yo'q. Multik TikTokdan chiqib ketdi deyishdi. Nimaga chiqib ketding? Men og'rib qoldim. Keyin qaytam. Yaxshi bo'lib ketdingmi? Ha, yaxshiman, rahmat. Nima yotib olgansan, ammam buzovga o'xshab? Charchadim-da, o'tirdim-ku efirda. Ko'rmabman o'tirganing. O'zingiz efirda o'tirdingiz-da? Ha, efirda edim. Ha, shunaqa. Avvalingizni o'zgartirib tashladingizmi? Nimamni o'zgartirdim? Foto. Fotomda ham, ismimda ham o'zgartirdim. Ha, ko'rdim. Maska kiyib yuribsizmi? Nimaga unaqa qilib yuribsiz? U banga ketmaydi shekilli. Slishkom. Banga ketib qoladi yuzimni ko'rsatsam. Bugun ham shunaqa kirdingizmi? Bugun ham shunday kirdim. Endi qancha vaqt shunaqa kirasiz? Bilmasam. O'zing yaxshimisan? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Ha, rahmat, yaxshi. Siz bizda o'tirganmisiz? Biz ko'rmadik sizni.
Yo'q, yangi kirib qoldim. Mushuk degani eshitib qoldingizmi? Mushukni eshitib qoldim. Mushukni eshitib qoldim. Rahmat. Mushuk yubordi bizga. Rahmat, bo'ldi. Rahmat, mushuk. Yana mushuk keldi. Bizga mushuk yuborganda 5000 monetaga yana mushuk yuboryapti bizga. Qayeringa o'ryapti? Hozir yaxshiman. Yaxshi bo'ldingmi? Ha, yaxshi. Ishlaring joyidami? Charchamayapsanmi? Rahmat, hammasi yaxshi o'zingizda? Bo'ladi, rahmat, Xudoga shukr. Qaytdim, keldimi? Oyingiz? Oyim keldi, oldimda. O'tirib aytmanish. Rostdan? Уже kelib qoldi. Gaplashasan. Yo'q. Kelib qoldimi? Kelib qoldi. Birinchisida bir hafta yurilaygan-ku, bir hafta bo'ldi. Aytib kelishdi. Yaxshi borib keldimi? Zo'r. Nima ko'zlaring qizarib yotdi? Ko'zlarim qizil bo'lib turibdimi? Ko'zlarim bilmasam. O'zingizda nima gap? Uylandi deyaptimi? Sizni hammasi yozadi. Nima qilyapsiz? Sizni shaqaga yo'q hali. Yema. Rahmat. Nimaga yuboryapsiz? Agar banlisa, kasal bo'lsang, dori ukollaringga ishlat. Rahmat. Rahmat sizga. Oq ko'ngil insonni. Rahmat sizga, oq ko'ngil inson. Boringizga shukr, oq ko'ngil inson. Har doim to'pir olib yurisiz. Qozog'istonning to'pirida yurisiz. Rahmat. Rahmat. Yema, shir. Yaxshimi, oyijon? Ha, yaxshi. Meni so'kmayaptimi? Sizni oldingidan keyin yomon ko'rib qo'ygan oyim. Oldingi nimadan urushdan keyin. Urush bilan hayot qiziq bo'ladi-da, har kuni ham yaxshi bo'laversa bo'lmaydi, urushib turish kerak shunday. Spalning chiroyli ekan, nima ish qilasan? Kvartira-ku bu. Ma uyim emas. Kvartirada turibsanmi? Uyingda nima bo'ldi, quvib yuborishdi? Yo'q, uyimda ana u qo'shiq qo'ysam, jalb qilaverdi, keyin ketgandim. Endi bu yer ham jalb qilyapti. Ertaga uyimga ketaman o'zi. Muzika qo'yganingami? Ha? Qattiq eshitilarkan. Sekin qo'ysam ham qattiq eshityapti deydi. Bilmadim. Dubayga kelgin, men o'zim kvartirada olib beraman. Dubayda yashash oson emas-ku. Mana men yashayapman. Siz bilasiz-ku, Dubayda qanaqa yashashni, qanaqa oson emasligini. Ama men yashayapman-ku. Endi siz-ku. Onu yetti oldingmi? Yo'q, hali. Olamiz. Qachon? Bir kunlari, Xudo xohlasa. Kecha bitta videoing chiqibdi, ko'rib qoldim. Qanaqa? Menga tug'ish mumkin emas, 5 ta tug'a olmayman, 5 ta tug'a olmayman. Gapiribsan?
endi tug'ish mumkin emas demadim. Tug'ish mumkin, lekin ko'p tug'a olmayman dedim. Yuragimga, endi yuragim og'riyadi-ku, shu uchun. Nechta tug'asan? Tug'a olmayman dedim-da. Bir endi tug'sam 4-5 deb aytgandirman balki. Kim bilir? 4-5ta tug'asan. Operatsiya bo'lishi mumkin-da. Endi menda o'zim tug'a olmayman deb aytdim videoda. 4-5ta tug'asanmi ha? O'zim tug'a olmasligim mumkin. Kim tug'adi? Laylak tug'ib berib ketadi. Yo'q, siz tushunmayapsiz. Anaqa operatsiya degan bor-ku, shunaqani aytyapman men. Kim tug'ib beradi? Nima deysiz? Eshitmay qoldim. Laylak tug'ib beradi. Siz prikol qilib o'tiribsiz. O prikol emas. Yig'ladingmi? Yo'q. Nima endi ko'zing qiziryapti? Xursand bo'lib o'tiribman. Xursand bo'lsang ko'zing qizaradimi? Ha. Siz she'r yubordingiz-ku, xursand bo'ldim shunga. Hammamiz xursand bo'ldik. Ha. Mendan qochib qayerga borasan jonim? Sen mening hayotim, jonim, jahonim. Bo'g'zimdagi xushro'y nafassan ey yor. Qayerdasan? Kela qol, jonim ey. Men bilmayman buni, rostdan. Дальше yolg'on aytdimi? Bo'g'zimdagi xushro'y nafassan ey yor, sen havosan, senga zo'rman osmonim. Sen havosan, senga zo'rman osmonim. Sen havosan, senga zo'rman osmonim. Boshidan qani? Mendan qochib qayerga borasan jonim? Sen mening hayotim, jonim, jahonim. Bo'g'zimdagi nafasim sen yor. Sen havosan, senga zo'rman. Senga zo'rman osmonim. Уже unutib qoldim-ku. Ko'rdingizmi, men pamiyatim yomon lekin. O'zbekchani o'rganib ketding, o'zbek bo'lib ketding. Ha. O'zbek bo'lib ketding. O'zbekcha bo'lib ketding. Bilasizmi, siz bilan battle o'ynaganimga 1 yildan oshdimi yoki 1 yil bo'ldimi? 1 yildan oshdi. Tanishganimizgami? Noyabrda o'ynadik biz. Tanishganimizgami? Tanishganimizga 1 yil bo'ldimi? Aytinglarchi. 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. 1 yil bo'ldi. Noyabrda tanishib battle o'ynadik biz. Noyabrda. Ay yo'q, 1 yildan oshdi. Hozir. 1 yil bo'ldi deydi. 18-noyabr deyapti. 1 yil bo'ldi ekan-da. 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'lganiga vot she'r deysiz bugun. Siz meni O'zbekiston xalqi bilan tanishtirganingizga 1 yil bo'ldi. O'zbek bo'lib ketganingga 1 yil bo'ldi. O'zbek tili jahon tili. O'zbek tili dunyo tili. O'zbegim. Multik hali ham yerga tegmadingmi? Daholar tanho yashaydi. Sardor aka, siz uylanmadingizmi hali? Daholar tanho yashaydi. Yema. Вообще-то u mening so'zim. Hamma gapirayotgan so'zlaring meni so'zim. Yo'q, Hamma gapirayotgan so'zlaring, hamma aytayotgan so'zlaring meni so'zim. Amma joningni muzlarni ustiga sirpantirib, yugurtirib sirpantirib, yugurtirib muzning ustida pingvinlar sudrasin. Biz deganimiz
Qashqadaryoning qashqir bo'rilarimiz. Biz uzoq yo'lga chiqqan odamlarimiz. Ayam so'rayapti, gaplashasan? Hazil qilyapsizmi? Rostdan? Ketib qoldi deb edingiz-ku O'zbekistonga. Hali ketgan yo'q yonimda. Yolg'on. Rostdan? Men sizning oyingiz bilan bir marta gaplashganman. Elyor aka yonimda bo'lgan payt. Salom ayting oyingizga. Mayli, aytaman. Narigi yonboshdagi xonada ular. Men senga uylanmasam, sen bir umr ersiz o'tasan, bilasan? Sardor aka. Rostdan? Oldin shunaqa degansiz. Tan olasanmi yo'qmi? Unaqa bo'lmaydi. Bir umr ersiz o'tasan, la'natga uchraysan, la'natlanasan. Yema. Unaqa demang. Yo meniki bo'lasan, yo hech kimniki bo'lmaysan. Sardor aka, iltimos. Seriozmi? Qanday qilib ko'ngling boshqasini desa boshqasi bilan yashash mumkin? Mumkinmi? Siz shoir bo'lishingiz kerak, bilasizmi? Yaxshi ko'rmayman seni deb aytchi. Voy, emas, prosta mana oson so'z-ku, yaxshi ko'rmayman seni. Shoir bo'lish kerak u. Gapni burma, seni yaxshi ko'rmayman deb-chi. Eshitmayapti. Juda qotyaptimi Sardor aka? Ana. Eshityaptimi sizlarga Sardor akaning ovozi? Alo. Menga eshitilmayapti. Nimaga unaqa kulyapsiz? Poltek. Efirdan chiqib ketdingizmi? Ha, dam olib yotibman. Yaxshi ko'raman dema, yaxshi ko'rmayman seni deb-chi. Yaxshi ko'raman demadingizmi? O'zim bilaman-ku nima deyishimni. Xo'p, nima deysan? Dema deb aytyapsizmi? Yo'q, prosta tak yaxshi ko'rmayman seni deya olasanmi? Seni yaxshi ko'rmayman deya olasanmi? Hozir hammasi video qilyapti. Mayli, qissa qilmasam, o'shan halol bo'lsa ko'chada ye. Voy, voy, buni aytdim, bu shoir bo'lish kerak bu. Yo'q, realni, o'shan halol bo'lsa ko'chada ye. To'g'risi-mi? Yaxshi ko'rmayman seni deb-chi. Ayt, bir marta aytchi. Nimaga unaqa so'rayverasiz? Oldin ham shunaqa so'ragan. Tushunmayapsan. Yaxshi ko'rmayman seni deb, yaxshi ko'rmasang, yaxshi ko'rmayman deb aytchi. Qani? Alo. Sardor aka? Xo'p. Anaqa zerkyapsizmi? Yo'q, zerikmayman men. 1 yil bo'ldi, sizlar bilan tanishganimizga ham. 1 yil bo'lib qo'yibdi. O'zbekiston xalqini mana ko'rsatganingizga ham. O'zbek akalarim, opajonlarim meni taniganiga 1 yil bo'libdi. Vaqt. Umr o'tyapti, umr. Vaqt o'tyapti, umr o'tyapti. Biz hali daholar tanho yashaydi deb yuribmiz. Oldin aytayotgan edingiz-ku efiringizda. Men hali 4-5 yil yuraman. Men hozir shunaqa yurganim yo'q edi xalqqa. Men hozir uylanmayman. 4-5 yil yuray deb aytayotgan edingiz-ku. Endi hali yoshsiz-ku endi hali. Hali yoshman-ku. Hali yoshsiz. Hali yoshman. Vaqti keladi o'zi. Multik qarib ketyapti. Qarib. 23 daman, 23.
23 dagi qizlarda hammasini 2 3 tadan farzandi bor. Siz 28 dasiz. 28 dagi bolalarning 28 emas. 3 ta bolasi, 2 xotini bor. 26 daman. 26? Ha. 27 dasiz siz, 28 ga to'lasiz. Yomon. 26 daman. Xo'p, mayli. 26 bo'lsa, 26 dagi yigitlarning hozir 3-4 bolasi bor. Aytinglarchi? Kim dedi? Qashqadaryoda hammasi erta uylanadi menimcha. 30 ga kelsam uylanaman. 30? Multikka uylansam ekan deyapman, bir multik degan qiz bor Qozog'istonda. U qiz necha yoshda ekan? U qiz ham qarib ketyapti. U qiz 5 yilda turmushga chiqib ketadi, menimcha. 5 yilda turmushga chiqmaydi, bir umr turmushga chiqmaydi uylanmasa. Taqdirga men yozilganman. Taqdirdan qochib bo'lmaydi. Taqdirim ko'rinib turibdimi sizga? Taqdirim ko'rinib turibdi. Mana Silva demanglar, men Silva emasman. Meni daydi demanglar, men daydi emasman. Yo turmushga chiqadi, yo somsa bo'lib ketadi. Voy. Somsalar ham turmushga chiqadi-ku. Somsalar turmushga chiqmaydi, somsalar somsa bo'lib ketaveradi. Yo'q, ko'rib yuribmiz-ku. Qaysi somsani ko'rdingiz? O'xshimay aytyapman-da. Somsalar turmushga chiqmaydi. Uyingga qachon borasan? Ertaga. Bir o'zing bitta uyda yashayapsan. Hozir ha. Bir 2 kunga olganman efirga kirish uchun. Uyingda ham qilaver efir. Ha, endi ketyapman-ku. Prosta aytyapman-ku, nima qildi, javob qildi hammasini. Bu yerda ham javob qildi. Qo'shiq eshita olmayapmiz. Eshitaverasan. O'zbekistonga kelyapsizmi? Yo'q, bormayman O'zbekistonga. Sizni uylanyapti deb nimaga menga yozaveradi hammasi? Uylandi deydi, uylanyapti deydi. Uylanmoqchi edim, uylanmadim. Rostdan uylanmoqchimi edingiz? Uydagilar uylantirishmoqchi edi, uylanmadim. Ha, menga hammasi yozadi. Sardor uylandi, Sardor uylanyapti. O'zining qishloq nishonli qiziga uylanyapti deb yozadi isha menga. Qishloqning qiziga uylanyapti deydi. Uylanaveraymi? Siz o'zi yo'qtirsangiz endi nimaga uylanmaydi? Uylanaveraymi? Yo'qtirsangiz endi uylanasiz-ku, mendan so'rab o'tirmaysiz-ku. Rostdan yo'qtirib qo'ysaychi. Rostdan yo'qtirib, qishloqning qizini Тем более qishloqning qizlari hamma ishni qiladi. Misol, oyingiz yo'qtirib qo'ysa-chi? Siz menga bir yil oldin aytgansiz, bilasizmi? Men kimni olib kelsam ham, qayerdan qiz olib kelsam ham, oyim hammasi rozi bo'ladi degansiz. Lekin siz oyingiz aytgan qizga uylanasizmi? Xohlagan qizimga uylanaman. Ha, uni bilaman.
Lekin oyingiz aytsa-chi, unaqa aytmaydi sizga lekin. Oyim 5 yildan beri aytadi, uylanmayman-ku. Oyim multikka uylanasan deyapti. Yo'q, endi gapirmang iltimos. Rostdan? Oldin efirda eshitib qoldim. Multikka ili nimaga uylantiraman, Zamiraga uylantiraman deyotgan edi-ku. Multikka ili Zamiraga uylantiramiz deb. Karis qizchalarga o'xshaysan. Karisga o'xshamayman, вообще men. Karisga o'xshaysan. Qayerga o'xshaydi? Ana multikni ayting. Qanaqa multik ko'rsatayotgan edingiz efiringizda? Rost ko'rsataman. Men seni bekordan bekorga multik demaganman, bilasan? Oldin efirda mana multik shu multfilmdagi personajga o'xshaydi deb o'tiribdi. Voy dod, mani har kimga o'xshataveradi. Agar o'xshaysan, agar o'xshamasang o'zi aytasan. Xo'p, hozir ko'rsating, hammasi aytsin, o'xshaymanmi, o'xshamaymanmi? Sardor aka bizga she'r urdi. Sardor aka yaxshi inson ekan. Endi bildim-da. Bugun dobri bo'lyapti bu akamiz. Menga kelib she'r urdi. Men og'rib yurganimni bilib, menga Balinsa bir yerlarga borasan deb she'r urib berdi hozir. Rahmat. Arzimaydi. Ko'rsating? Yaxshi. Meni shunga o'xshatyapti. Qaranglar, qayerim o'xshaydi. Mana. Mana, chista o'zing mana. O'xshaymanmi? Yema. Chista o'zing mana qara. O'xshadimi yo'qmi? Qara. Hozir ko'rsataman. Ha deydi. Hammasi ha deydi. Uning tishi anaqa nimasi boshqacha-ku tishlari. Chista o'zing bu. Mana qara. O'xshaymanmi, do'stlar? Chista o'zing. Men jahling chiqqan varianti mana. Qaniydi? Men unaqa emasman. Mana. Chista o'zing, seni men bekordan bekorga multik demaganman. Yana bir multfilmga o'xshatgan edingiz-a, oldin. Или bo'ldi mafhumi. Oldin ham bir multfilm bor edi-ku. Azda ko'rsataymi, Azda nimaga o'xshashan? Azizni ko'rsating shuni. Hozir. Aziz Xunik. Hozir.
Azizni ko'ramiz hozir do'stlar. Hozir blok qiladi deydi. Rahmat, javoblarga. Multfilm nomi esimga kelmayapti. Lekin ko'rganman multfilmini. Topmayapsizmi? Multfilmda nomi esimga kelmayapti ismi. Bitta maxluqcha bo'laydi. Bitta maxluqcha. Quloqchasi kichkinagina, ko'zchasi bundagina. Chista aziga o'xshaydi. O'sha multfilmni topolmayapman, nomi esimdan chiqibdi. Bu hammasi bularmidi? Hammasiga ko'rsatganmidingiz uni? Yo'q, ko'rsatmadim. Ko'rsatmagansiz. Mana chista multik. Mana shunaqa turibdi-ku. Hozir ko'rsataman. Chista o'zingni. Mult qiladi. Yana ko'rsating. Mana sampl. Mana sampl. Qayerdan topib olasiz? Bu Mulanmi? Qanaqa edi bu nimaning ismi? Kinoning ati? Muzlik davri. Muzlik davri. Muzlik davri. Ko'rish kerak ekan, shu nimani ko'raychi? Multfilmni. Zo'r multfilm. Siz multfilm hali ham ko'rasizmi? Ha, hozir ham ko'raman. Siz o'zi multfilm ko'p ko'rgansiz, keyin bizni ham multik deb yubordingiz-a? Men hamma gaplarni, hamma fantaziyalarni multfilmdan olaman. Da? Muzning ustida sudrab yurib deganlarni hammi? Amma joningni muzning ustida pingvinlar bilan tulinlar sudrasin. Hozir mana multfilm ko'ryapman. Qaysi? Garbha sayohat dedi. Garbga sayohat. G'arbga sayohat. G'arb degan nima u? G'arb, sharq, g'arb bor-ku. Planetami? Yo'q, quyosh chiqayotgan joy, quyosh botayotgan joy, sharqdan chiqib g'arbga botadi-ku. Tipa batis shig'is degan siyoqda o'ya. Da. G'arbga sayohat. Shuni ko'ryapman hozir. Налево направо deydi. Tushunmadim, lekin xo'p, mayli. Quyosh chiqadi sizlarda nima deydi qozoqchasiga? Quyosh chiqayotgan joyda. Batis shig'is deydi endi. Bilmayman endi soni. Sever yug deydi. Tushundimmi? Bizda g'arb, sharq, shimol, janub deydi. Tushundim. Bizga g'arb, sharq, shimol, janub deydi.
Janub tomon issiq joylar, shimol tomon sovuq joylar, sharq tomon quyosh chiqayotgan joylar, g'arb tomon quyosh botayotgan joylar. Endi tushundingmi? Tushundim. O'rganda o'sha joylarni ham o'zbekchani to'g'riroq o'rgan. Sizlarning qozoqcha tillaring bizning Xorazm shivaga o'xshaydi. Xorazmliklar qozoqcha. Xorazmliklar sizlarda gapiradi. Xorazmning o'zi turk tiliga nimasiga o'xshash ekan, turk. Sizlarning tillaring bizning Xorazm Qoraqalpog'iston tiliga o'xshaydi. Qoraqalpog'iston ham bizga qaraydi. Men o'zbekman. Sen o'zbeksan, qayerliksan? Qashqadaryolikman. Bugun Qashqadaryolikman ekan. Men Toshkentlikman. Siz Toshkentlikmisiz? Men Toshkentlikman, toza Toshkentda tug'ilganman. Nima qilyapsiz Toshkentda? Kelmaysizmi Qashqadaryoga? Go'sht bilan kutib olamiz. Qishloqda nima qilaman? Qishloq deysizmi? Siz Qashqadaryoning qanaqasiz Qashqadaryoni qishloq deysiz? Toshkent город poytaxt. Hammamiz давайте Sardor aka yozamiz. Qashqadaryoning qanaqa ekanligini ko'rsatish kerak ekan bu insonga. Pultik. Dubayga qachon kelasan? Dubayga bilmayman. Tug'ilgan kunimga kelasanmi? Oyim bilan boraman deb yurganman Dubayga. Tug'ilgan kunimga kelasanmi? Sardor aka siz hamma narsani aytib so'rayapsiz. Nimada TikTokda? Oshing halol bo'lsa ko'chada yeyish kerak, tamom. Sardor aka. Hozir rostdan boradi deb o'ylab qoladi hammasi. Tug'ilgan kunimga kelmaysanmi? Chaqirsam. Hamma oilamiz bilan boramiz lekin. Bo'ladimi? Mayli, bo'ladi. Bo'ladi. Hamma oilamni olib boraman. Okey. Kelishadi, seni olib qolaman, ular ketishadi keyin. Ular meni tashlab ketmaydi. Tashlab ketishadi. Hech qachon tashlab ketmaydi-ku ular meni. Tashlab ketishadi. Dubayga tashlab ketmaydi. O'zim olib qolaman. Bir videoingizni ko'rdim, hozir aytmay qo'yay, xo'pmi? Nima qilaman deganni kelgan paytida. Nima qilaman dedim? Kim ko'rdi shu videoni? Hammasi yozsin. 24 soat deb nima aytgansiz? Ha? Qachon? Dubayga kelsa 24 soat bir nima deb aytgansiz. Yo'q, men bo'lmaganman. Endi bu safar kelsa ayamayman deb aytibsiz. U montajmi? Montaj. Montaj. Montaj ekan. U montaj video men senga qattiq gapira olmayman-ku. Albatta. Sun'iy intellekt dedi u. Sun'iy intellekt. 13 dekabr kuni tug'ilgan kunim. Hali 2 oy bor-ku. Oz qoldi-ku. Maylimi? Oz qoldi-ku. Ona endi iski yo'qman. Blokatik. Sardor aka, unaqa demang. Blokatik. Blokat. Nimaga sразу blokatik deydi? Bomba rahmat. Boshlaydi hozir. Sizni ham o'pyapti-ku hammasi. Qani o'qiyapti hech kim. O'pdi-ku bir qiz. Ko'rganim yo'q. Yuzim yopiq-ku. Sizni hammasi efirda o'padi-ku. Bir oy qolibdi, bir oy. 2 oy bor hali. Noyabr, hozir noyabrmi? Noyabrmi hozir? Ha, noyabr hozir.
Noyabrdan keyin dekabr keladimi? Dekabr keladi, 13-i. Dekabrning 7-si bo'lsa, 1 oy 1 hafta qolibdi. Ha. 1 oy 1 hafta. Kelasanmi? Ko'ramiz. Ha? Kelaversin, endi 1 oy bor-ku. Menga va'da berishing kerak. Men boraman dedim, bordimmi? Boraman deb siz men bilan tanishgani keldingiz-ku. Men tug'ilgan kunimga kelmadingiz-ku. Rahmat. Tug'ilgan kuningni kim bilan nishonlading? Tug'ilgan kunimda ko'p narsalar mening bo'lmadi. Esimga tushirmang. Nima xohlaysiz ayt. Men aytganman sizga nima xohlaganimni. Kabriolet mashinami? Kabrioletmi, bilmayman. Anaqa Ferrari'mi? Usti ochiqdanmi? Shunga men tug'ilgan kunimda Dubayda sayr qilishni xohlaganman. Siz shu kuni nima qildingiz? Hammasiga aytaymi? Nima qildim? Izladingiz, Aziz bilan battle'da o'ynab o'tirdingiz, izlab shu mashinani. Keyin srazu men og'rib turibman dedingiz-da, mashina ham topilmadi. Ertaga menga restoranga borib kel deb aytdingiz. O'zing restoranga borib kel deb aytdingiz, men restoranga ketdim. Ertaga Qashqadaryoda to'y bo'layapti. Qanaqa to'y? 500 kishilik joy qildirganman. Ana mashina bo'ladimi? Bu BMW emasmi? BMW bo'lmaydimi? M8. Sizga BMW yoqadimi? Ha. Menga Mercedes yoqadi. Buni bilaman, ko'rdimman buni. Video nimada? Videomizdami buni? Bo'lmaydimi? Bu usti ochiladimi? Aynan usti ochiq-ku. Siz men orzu qilgan narsalarni o'zingiz yuribsiz-ku hozir. Men orzu qilgan mashinalarda o'zi yuribdi-da. Hozir mening ko'zimni shunaqa qattiq endi meni nima qilyapti? Menga maqtanyapti. Bo'ladimi? Pastda turibdi, ko'rsataymi? Hali ham turibdimi? Pastda endi turadi, uzunlik-ku. Ertaga to'y. Ertaga to'y? Qanaqa to'y? Ertadan keyin to'y. Qashqadaryodami? Qashqadaryoda, ha. Nima to'y u? Ayamdi, ukamdi, buvimdi, xolamdi, tog'amdi, dadamdi hoji qildim-ku, hoji to'y bo'layapti. Umra to'y. Voy qilyapsizlarmi? Xalqga to'y qilyapman, ha. Borsang Qashqadaryoga borsang kutib olishadi. Ko'zimga Qashqadaryoda o'sha to'y bo'lyaptimi? Qashqadaryoda umra to'yi bo'lyapti. Tabriklaymiz hammamiz. Ertadan keyin chiroyli to'y bo'lyapti. Borsang kutib olishadi, aytaman. Borasanmi? Vaqting bormi? Qashqadaryogami? Qashqadaryoda men yo'qolib qolaman. Yo'qolib qolmaysan, kutib olishadi o'zlari. Yo'q. Rostdan bekor bo'lsang bor. To'y chiroyli bo'ladi, bizda zo'r to'y bo'ladi. Bizda unday banagidek
20 kishilik, 10 kishilik to'y bo'lmaydi. Bizda 500 kishilik, 1000 kishilik to'y bo'ladi. To'y odam bilan qiziq bo'ladi-da. To'ylar muborak. Borsak bilet tashi. Nima qilib u yerda hech kim meni tanimaydi. Ha, mehmon bo'lib kelasan, to'yga birov tanish kerak emas-ku. Seni hamma taniydi. Qashqadaryoga borish uchun birinchi Toshkentga borishim kerak. Toshkentdan Qashqadaryoga borishim kerak. Toshkentga uchasan samolyotda, Toshkentdan Qashqadaryoga keyin samolyotda yana uchasan. Qashqadaryoga samolyot yo'q-ku. Toshkentdan Qashqadaryoga samolyot bor. Yolg'on gapirmang. Ishonmaydi, rostdan bor. Qashqadaryoda nima bormi? Aeroport bormi? Qashqadaryoda katta aeroport bor, ha? Qashqadaryoda aeroport bormi? Eshitmadimmi? Qashqadaryoda. Samarqandda bor ekanligini bilaman. Samarqandda bor ekanligini. O'zbekistonda hamma viloyatida aeroport bor. Men to'yga o'ylayapman, Toshkentdan Qashqadaryoga taksi bilan boradi deb o'ylayapman. Toshkentdan Qashqadaryoga xohlasang poyezd bor, xohlasang samolyot bor, xohlasang hamma narsa bor. Bor. Tushundim. Agar uchaman desang, Toshkentga uchasan, keyin Toshkentdan Qashqadaryoga uchasan. Daryoga shunaqa uchishga bo'lar ekan-ku, Qashqadaryoga. Toshkentdan uchsa bo'ladi. Lekin Qashqadaryodan Olmatiga yo'q-a, srazu. Premyer bo'lmasa kerak, yana ham bilmayman. Shunaqa yo'q, menimcha. Lekin Toshkentdan Qashqadaryoga bor. Qashqadaryoda aeroport yo'q deb o'yladim, uzr. Qashqadaryoda katta aeroporti, yaxshi katta aeroporti bor. Siz Qarshida turasizmi, shunda Nishonda turasizmi? Nishonda turaman. U Shahrisabzdan necha soat taksi bilan? Shahrisabz bizdan uzoq. Shahrisabz bizdan uzoq. Biz Qarshiga yaqinmiz shaharga. Sizlar uzoq emasmi? 1,5 soat, 2 soatlik yo'lda. Shahrisabz. Men Qarshidan, shahardan 15 minutlik yo'lda turaman. 15 minutlik yo'l? Qarshi bizga 15 minut. Lekin Samarqandga uzoqsiz, a? Samarqand 2 soatda. Samarqand, Qashqadaryo, yo'q. Samarqand Nishon 2 soat shunda. Biz shaharda o'ziga yaqinmizda, Qarshiga. Shahrisabz Qarshidan uzoq 2 soatlik yo'lda. Shahar bizga yaqin, Qarshi shaharda o'zi. Kelasanmi to'yga, taklifnoma yuboraymi? Yo'q, yolg'iz bora olmayman. Aying bilan kel. Xo'p, mayli, siz o'yingiz meni taniydi. Xo'p, Elyor aka taniydi. Lekin o'yimni tanimaydi-ku ular. Nima qilibdi o'yin tanishtirasan? Bir borib uylarimni ko'rib kel, uylarimni, shaharlarimni, qishloqlarimni ko'rib kel borib. 1 yil oldin shunaqa degansiz, uylarimni ko'rib kel deb Elyor akaga. Elyor aka shu payt obormadi-ku meni. Uzoq deb yuragingizga og'irlik bo'ladi dedi, lekin u. Kakiras hozir to'y bo'lyapti, to'yga borib kelasan. Aha, keyin meni olib qoladi keyin вообще. Olib qolmaydi aytaman. Olib qoladi. Boshqalar olib ketsa-chi meni. Kim olib ketadi seni? Qashqadaryoda yurganimda. Kim olib ketadi Qashqadaryoda yurganingda? Yo'q, endi sizning to'yingizda birovlar ko'rib meni olib ketsa-chi, bir sizning nimalaringiz, opalaringizmi? Mehmon bo'lasan? Hozir shoshma so'rayman. To'yda qaysi kuniga qilyapsizlar? Restoran qaysi kuniga gaplashdinglar? Yo'q, bormayman. Borasan? Yo'q. Hadey.
Yo'q, Hadi. keyin qolib ketib, yana qolib ketib, Qashqadaryoda. Qolib ketmaysan. Oyim topa olmay yuribman. Topa olmay yurmasmi oyim? Keyin men ko'rsatadi keyin menga. Qolib ketmaysan, bal borib aylanib kelasan. Men yo'qman-ku yoqda. Seni olib qolayotgan. Endi siz emas, boshqalar deyapman-ku. Ha, mehmon bo'lasan, aylanasan. Ko'chada yursam olib qochib ketadi-ku keyin. Kim olib qochib ketadi? Ko'chada yursa kerak. Olib qochib ketadi, bilaman-ku. Menga aytdi hammasi. O'zbekistonda yursangiz olib qochib ketadi dedi. Bizda unday narsa yo'q, qamalib ketadi, nima deyapsan kerak? U Qozog'istonda bor u narsa. Bizda olib qochib ketmaydi. Sizlarda bor, sizlarda ham bor-ku. Olib qochib ketish. Bizda olib qochib ketish yo'q. Bormi, yo'qmi? Yozinglar-chi. Bizda yo'q unday narsa yo'q, Qashqadaryoda yo'q. Olib qochib ketadigan yo'qmi sizlarda O'zbekistonda? Olib qochib ketmaydimi O'zbekistonda? Olib qochib ketmaydi. Qozog'istonda olib qochib ketadi, va olib qochib ketmaydi. Qozog'iston. On kun qoldi menga ham. Nimaga? Bir yerga ketaman. Qayerga borishingdan oldin borib kelasan. Borib kelib, ketasan. Bir yerga 10 kun qoldi. Keyin даже efirga qo'yib kirmasligim ham mumkin keyin, lekin boraman desang aytay. Sardor aka rostdan aytyapsizmi? Yolg'onni aytmayapman-ku, senga to'y bo'lyapti deyapman. Men yolg'iz bora olmayman u yerga. Oying borku, oyingga aytasan. Oyimga qanaqa aytaman? Tushundingsiz? Oyim вообще bormaydi nimaga O'zbekistonga. To'yga boraman deysan. Men borib yurganimni ham bilmaydi. Men oyimga endi oldin boshimni tekshirib shunaqaga bordim-ku Toshkentga ham. Lekin men borib yurganimni ham bilmaydi oyim. Lekin eshitsa, yomon bo'ladi. Oyim eshitsa, o'zim ketib yurganimni O'zbekistonga. Kim o'tiring, hozir zapislarimiz chiqib ketmasin. Biron dugona-pugonang bormi? Endi dugonom bilan sizning to'yingizga boraymi? Bironta dugonang bilan boram. Siz o'zingiz keling. Men borsam kelasanmi? Siz qachon kelasiz siz? Xohlagan paytim boraman. Men turmushga chiqqanda kelasiz siz. Turmushga chiqolmaysan. Sardor aka bugun bizga she'r yubordi do'stlar. Turmushga chiqolmaysan. Sardor aka bugun добрый. Bizga she'r yubordi, menga больницаga bor, mana shu yerga bor dedi. Turmushga chiqolmaysan. Yo'q, boshqa gap aytyapsam, hali aytyapti-da shuni. Bir umr bo'ydoq o'tasan. Xudoy saqlasin, o'yla. Men uylanmasam, hech kim senga uylanmaydi. Qayerdan bilasiz uni? Bilaman-da. Men jamon aytdi biroq. Просто. Серьезно? To'yga borasanmi? Yolaman Sardor aka. Men senga aytyapman, taklifnoma yuboraman deyapman. Yo'q, bilaman. Chaqirilgan joyga borasanmi? Hurmatsizlik qilmaysanmi? Yo'q, chaqirilgan yerga boraman, lekin
U yerda siz bo'lsangiz borardim-da, bot. Bez problema yo'q, siz bo'lsangiz borardim. Siz chaqiryapti deb. Lekin o'zim qiz bo'lib turib, unaqa endi sizning uyingizga bormayman-ku, Sardor aka, yotku. Men uyimda bo'lmaydi-ku to'y, to'yxonada bo'ladi-ku. Bilaman. Baribir yotda endi O'zbekistonda тоже shunaqa-ku. O'zbekiston qizlari ham unaqa yigitning uyiga, to'yga borib yurmaydi-ku. Hali tanishmay yo'q-ku. Endi bonagida anaqa to'y bo'lmayapti-ku, kelin to'y yoki kuyov to'y bo'lmayapti-ku. Umra to'y bo'lyapti, unga hamma boradi-ku. O'zi qiz kelib turibdi deb aytadi, keyin shunaqa gap tarqaydi. Tushundimsiz? O'zi qizning o'zi kelib turibdi-ku, deydi. Sharmanda deydi keyin. Ikkalamiz siz bo'lsangiz mayli edi. Siz o'zingiz yo'qsiz-ku o'sha. Unda Dubayga tug'ilgan kunimga kelasan. Yema. Sardor aka, qachon uxlaysiz? Hozir uxlayman. Uxlar oldin anaqa ужас kino ko'rmang, xo'p? Bo'pti, endi chiqamizmi? Efiringda qilaver, men tushaman. Mayli, bo'ldik, aloqadaman. Rahmat sizga. Salomat bo'lmayli, xo'p. Hammaga salom ayting, rahmat sizga, hammasi uchun. Mayli, salomat bo'ling. Xursand bo'ldik hammamiz. Mayli, yaxshi kunlaringiz ishlab bo'lsin. Yaxshi, rahmat.